Assalomu alaykum. Agar ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak siz o'zingizni o'sishingizga befarqmassiz. Menda bitta sxema bor. Istalgan odam bu sxema orqali 0 dan 20 million so'm daromadgacha chiqishi mumkin. Bugun aynan shu haqida gaplashamiz. Buning uchun hattoki pul tikishingiz, Instagramda blogingiz bo'lishi, biznesda tajribangiz, sotadigan produktingiz bo'lishi shart emas va tajribangiz bo'lmasa ham bu natijaga chiqishingiz mumkin. Hop, o'zim haqimda tanishtiradigan bo'lsam, ismim Ulug'bek Mirzaxobilov. 9-oyda Rob lavozimiga chiqdim va daromadim stabil 1,5 ming dollar bo'ldi. 13-oydan keyin, ya'ni 2024-yil boshida kompaniyada CEO lavozimiga ko'tarildim va 3 oy o'tib birinchi 5 ming dollarimni ishlab topdim. Uylandim, chetga ota-onamni yubordim, dam olishlarga yubordim, ayolim bilan o'zim sayohatlarga bordim va qimmat sovg'alarni o'zim yaqinlarimga sovg'a qilishni boshladim. Lekin o'zim Surxondaryoning chegaraga yaqin tumanida yashaganman va 2017-yil Toshkent shahriga kollejga o'qish uchun kelganman va общагida turardim. 2023-yil institutning 4-kurslik paytim bu yo'nalishga kirganman va birinchi oydan 5 million yetib daromadga chiqqanman. Agar o'sha paytga qaytib nimadir to'g'rilash imkoni bo'lganda, men hech narsani o'zgartirmagan bo'lardim. Chunki bu sxema meni birinchi 1000 dollar, 5000 dollar va 10 ming dollarimni topishimga yordam bergan. Bugun aynan shu sxemani sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Mana aynan shu sxema orqali natijaga chiqqan shogirdlarim haqida aytib beradigan bo'lsam, birinchisi masalan Diyorbek Solijonov bundan oldin o'quv markazida ishlardi, daromadi ancha past bo'lgan. Bu sxemani o'rgangandan keyin 5 oy o'tib stabil 1000 dollar daromadga chiqqan va hattoki 8-oyga kelib 18 million daromad ham qilgan. Ikkinchisi Aslidan bundan oldin boshqa sohada ishlardi. Bu sohaga kirgandan so'ng 7 oy o'tib stabil 15 million daromadga chiqqan va hozir daromadi undan ham ancha ko'proq. Keyingisi, uchinchisi bu Umid aka, bu ham bizda hozir birgalikda ishlaymiz. Ular ham oldin boshqa joylarda ishlashgan, oylik daromadi 3 million 5 million orasida bo'lgan. Bu yerga kelib aynan shu sxemani o'rgangandan keyin 7 oydan keyin 15 million daromadga chiqqan. 4-keys bu Sarvar aka, bu boshlaganda 2-oyda 8-9 million daromadga va 6-oyga kelib Rob lavozimiga ko'tarilgan va 10 million plyus daromad qilishni boshlagan. Eng yosh meni shogirdlarimdan bittasi Otabek. U 2-oy o'zida bu sxemani o'rgangandan keyin 10 million plyus daromad qilishni boshlashgan. Bunaqa shogirdlarim juda ham ko'p. Siz ham aynan shunaqa daromad qilishni xohlayotgan bo'lsangiz, bugungi darsni aynan oxirigacha ko'rishingiz kerak. Men chunki buni to'liq sizga o'rgataman. Bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, quyidagilarni bilib olasiz. Birinchisi, qaysi yo'l bilan tez daromadga chiqish mumkin? Qaysi sohada ishlash tez daromad va samarali tajriba yig'ishga ko'proq yordam beradi? Bu yo'lni bosib o'tish uchun 6 ta qadam va qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik kerakligini aniq bugun bilib olasiz. Bu videoni oxirida sizga tayyor 0 dan 20 milliongacha chiqish strategiyasi bo'ladi. Aniq nima qilish bo'yicha, nimadan boshlash kerak, qanday sotish kerak, qanday qilib mijoz topish kerak va ularga nimalarni sotish kerak, hammasini bilib olasiz. Va video oxirida men sizga hamma narsa aniq tartiblab, qadam-qadam strategiya planni beraman. Shunda siz hech narsani yo'qotib qo'ymaysiz. Va bu shablonni qanaqa olishni video oxirida tushuntirib o'taman. Men bu etapga qanday keldim? Men ham sizdek boshida har xil muammolarim bo'lgan, ya'ni daromadim o'smasligi, qaysi sohani tanlasam yaxshiroq bo'ladi, har xil kurslarga borardim, foyda bo'lmasdi. Ko'p narsa o'rgansam ham qanday qilib doimiy o'suvchi pul topish qadamlarini bilmasdim. Men bu muammolarimni hal qilish uchun turli usullarni sinab ko'rdim. Kurslar sotib oldim, kurslarga bordim, har xil joylarda ishlab ko'rdim, lekin menga ko'p natija bermadi. Bir kuni mana shu texnologiyani o'rgandim va bu men uchun ancha samarali bo'ldi. Hozir aynan menga shu daromadimgacha chiqishga yordam bergan sxemani 6 ta qadamini sizlar bilan bo'lishaman. Shu videoni shu joydan boshlab diqqat bilan ko'ring. Birinchi qadam to'g'ri kasb tanlash. Kasb tanlashda ko'pchilik qiladigan xatolar nimalar? Masalan, o'zimda narsa olib sotishni olsak, siz kiyimni 100 ming so'mga olasiz, ustiga 100 ming so'm qo'yib 200 mingga sotaman va shu yerda 100 ming so'm foyda qilaman deb o'ylaydi ko'pchilik. Lekin aslida bu yerda juda ko'p yuanslari bor. Siz birinchidan 100 ming so'm bitta narsaga sarmoya qilishingiz kerak va undan tashqari bu 100 ming so'mlik mahsulotingizni sotishingiz uchun sizga qanchadir sotuv marketing xarajatlari ketadi. Оформление qilishingiz kerak, uzumga joylashingiz kerak. Buning uchun sizda taxminan bu 30%, 20% ulushini oladi produkt ichidagi. Va undan keyin siz uzum o'ziga o'zini foizini to'laysiz. Uzumda foiz produktga qarab 20% dan 30% gacha, sizda demak 40% dan 60% gacha mahsulotda tannarxidan ketdi. Ya'ni 100 ming so'm qo'shdingiz va yana sizga 60 ming so'm
qo'shildi desa ham bo'ladi. 160 ming so'mga tushdi. Agar siz kiyim sotayotgan bo'lsangiz, kiyimni har xil razmerlari bo'ladi. Razmerlar chiqmay qoladi yoki sotilmay qoladi. Bu assotkada qolib ketish deyiladi. Bu sizga taxminan 10% dan 20% gacha kiyimda tushadi. Bu degani sizda taxminan 70% shunchaki xarajatga ketdi. Bu degani 70 ming so'm va 100 ming so'm bilan qo'ysangiz 170 ming so'm. Sizda shunchaki bitta mahsulot sotsangiz 200 ming so'mga sotsangiz 200 minus 170 shunchaki 30 ming so'm foyda qolyapti. Bu foydani qanchada qilasiz degan savol bor. Buning uchun taxminan sizda yarim oydan 2 oygacha vaqt ketishi mumkin. Ya'ni bitta produkt sotishingizga shuncha vaqt ketyapti. Buni balki ko'paytirarsiz. Bir oyda 100 ta 200 taga sotishingiz mumkin. Endi kirgan bo'lsangiz taxminan 3 million so'mdan 6 million so'mgacha daromad qilasiz. Lekin bu 2 oyda. Demak, bu model boshlovchilar uchun to'g'ri kelmaydi, chunki siz 200 ta futbolka sotishingiz uchun 100 ming so'mdan 2 million so'm boshlang'ich sarmoya kiritib, 2 oy kutib, shuncha narsani qilishingiz kerak. Sizda opit bo'lmaganligi uchun buni o'rganishga vaqtingiz ketadi va bu jarayon kamida 6 oygacha cho'zilib ketadi. Xulosa, siz endi daromadga kirmoqchi bo'lsangiz, demak bu yo'nalish sizga to'g'ri kelmaydi. Ikkinchisi, qanaqadir mutaxassislikni o'rganish. Masalan, olaylik videografiya. Videografiyada siz montajni yaxshi o'rganishingiz uchun juda ko'p programmalarda ishlashingiz kerak. Sizni ishingiz qolganlarga yoqadigan darajaga chiqish uchun kamida 6 oydan 1 yilgacha tajribangiz bo'lishi kerak. Bu degani siz qanaqadir programmalarni o'rganasiz, qanchadir muddat 6 oydan 1 yilgacha bepulga ishlashingiz kerak, chunki bunaqa sizni endi o'rganayotganingizda hech kim sizga pul to'lamaydi. Siz ularni ishini qilib berishni tekinga taklif qilasiz, tajriba olib olish uchun. Bu degani siz 6 oy 1 yil o'zingizga o'zingiz sarmoya qilishingiz kerak pul topmasdan. Demak, endi boshlovchilar uchun videografiya, mobilografiya yoki shunga o'xshash dizaynerlik sohalarini o'rganish to'g'ri kelmaydi, chunki siz boshida o'zingizga sarmoya kiritishingiz kerak yokida qanchadir muddat bepul ishlashga tayyor bo'lishingiz kerak. Hozir daromad qilmoqchi bo'lsangiz, demak, ikkinchisi mutaxassislikni o'rganish sizga to'g'ri kelmas ekan. Uchinchisi an'anaviy biznes. Men o'zimni kesim bo'yicha tushuntirib beraman. Men bir yil yozda o'zim tennislar qo'yganman va batut qo'yganman. O'sha yerda daromad qilmoqchi bo'lganman. U yerda nima xarajatlar bo'lgan? Men tennislar qo'yish uchun, o'tdagi raketga boshqa narsalar sotib olish uchun 10 milliondan 20 milliongacha rasxod qilganman. Joy topganman, to'g'ri keladigan joy, lokatsiya topishim kerak bo'lgan. Batut arendaga topganman. Endi ularni ishchilarni qo'yish kerak bo'lgan, ishchi yollash, ularni nazorat qilish, pulni nazorat qilish kerak, mijoz chaqirish kerak. Bu narsalarni bilmaganligim uchun 2-3 oydan keyin meni biznesim shunchaki bankrot bo'lib yopilgan. Men bitta kichkina кейsni misol keltiraman. Kattaroq biznes qilmoqchisiz, deylik, restoran ochmoqchisiz. Bunda jarayonlar yana ham qiyinroq. Ya'ni siz lokatsiya topishingiz kerak, uni interyer dizaynini qilishingiz kerak, ichiga qancha pul tiqasiz uni dizaynni qilish uchun va undan tashqari mebel, texnika, xodimlar topishingiz kerak, ularni yollashingiz kerak, menyu tuzishingiz kerak va bu yerda juda ham jarayonlar ko'p. Biznes ishlarini siz tushunmaganligingiz uchun katta ehtimol bilan bu biznesingiz yopiladi, chunki statistika bo'yicha 90% bizneslar 1 yil ichida yopilib ketar ekan. Siz bu bilimlarni bilmaganingiz uchun katta ehtimol bilan shulardan bittasi bo'lishingiz mumkin. Demak, hozir daromad qilmoqchi bo'lgan, endi bu sohaga kirmoqchi bo'lganlar uchun an'anaviy biznes ham to'g'ri kelmas ekan. Demak, hozir sizlar bilan xulosa qilsak, 3 ta yo'nalish ko'rib chiqdik. Ya'ni noto'g'ri yo'nalish tanlash, mutaxassislikni tanlash va an'anaviy biznes qilish. Demak, bu uchalasi ham bizga agar boshlovchi bo'lsak va hozir daromad qilishimiz kerak bo'lsa, to'g'ri kelmas ekan. Shunda sizda bu narsalar to'g'ri kelmagandan keyin o'zi kutilma bilan reallik qanaqa bo'ladi? Taxminan mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu nima degani? Bitta oddiy analogiya bilan tushuntirish mumkin. Tasavvur qiling, siz zo'r bodybuilder bo'lmoqchi bo'lsangiz, Arnoldday bo'lmoqchi bo'lsangiz, buning uchun sizga 120 kilogramm muskul massasi, 15 yil vaqt va har kuni 3-4 soatlab shug'ullanish kerak bo'ladi va undan tashqari ancha bodybuilderlarga o'xshab ximiya olishingiz kerak. Bular hozir sizda yo'q, ya'ni boshlang'ich sarmoya yo'q bo'lganligi uchun siz bo'la olmaysiz, kutilmaysiz, boya aytganimizdek mana shunaqa holatda bo'ladi. Demak, xulosa bu boshlovchilarga to'g'ri kelmas ekan. Agar siz endi boshlovchi bo'lib, daromadga tezroq chiqmoqchi bo'lsangiz, sizda asosiy 3 ta kriteriya bo'lishi shart. Birinchisi bu kam sarmoya. Bu 0 sarmoya yoki taxminan 5 milliondan 10 milliongacha bo'lgan sarmoya bo'lishi kerak. Ya'ni siz kirgan paytingizda risk sizda kamroq bo'lishi kerak. Ikkinchisi, jarayonlar oddiy bo'lishi kerak. Ya'ni boya aytib o'tganimizda jarayonlar siz uchun qiyin bo'lmasligi kerak, oson bo'lishi kerak. Masalan, bunga bitta misol uy qurishni oladigan bo'lsak, uy qurishingiz uchun siz lokatsiya tanlashingiz kerak, to'g'ri yer tanlashingiz kerak, to'g'ri beton, qurilish, undan tashqari ustini yopish, tom, ustalar ishlata olishingiz kerak. Juda ko'p prosesslari bor. Bu yerda siz juda ham qiynalasiz. Ikkinchisi, osonroq yo'l
ingliz tili kurslari deylik. Ingliz tili kurs sotish juda ham oddiy. Kursni yozasiz va ko'proq mijozlarga sotasiz. Bo'ldi. Shunchaki juda ham oddiy. Ya'ni boshlansa shunaqa oddiyroq narsalardan boshlash kerak. 3-kriteriya chek katta bo'lishi kerak va foydasi ham balandroq bo'lishi kerak. Misol uchun siz 100 millionlik sotuv qilmoqchisiz. Birinchi yo'l 1000 ta futbolkani 1000 kishiga 100 ming so'mdan sotishingiz kerak. Bu juda qiyin. Boshlovchi bo'lsangiz, siz 1000 ta odam topa olishingiz yoki yo'qligi bitta narsa. 1000 ta futbolkaga siz yana sarmoya qilishingiz kerak. Bu yo'l yaxshi emas. Ikkinchi yo'l qanaqa bo'ladi? Qimmatroq xizmatni, masalan, 10 millionlik xizmatni 10 ta odamga sotish. 10 ta odam topish osonroq va sizda sotuv ko'nikmalari bo'ladigan bo'lsa, 10 millionlik chekni siz bemalol yopishingiz mumkin. Kam energiya, kam vaqt bilan ko'proq daromadga chiqasiz. Shuning uchun chek va foyda yuqoriroq bo'lishi kerak. Demak, birinchi qadamimizni xulosa qiladigan bo'lsak, xulosa shundan iborat: agar siz endi daromad qilishni boshlayotgan odam bo'lsangiz, siz qanaqadir xizmat yoki boshqa birovni tayyor, foydasi kattaroq, cheki kattaroq bo'lgan produktini sotib berib, shundan foiz yoki ulush olishingiz kerak ekan. Ikkinchi qadam to'g'ri yo'nalish tanlash. Biz demak kasb tanlab bo'ldik. Demak, bizga boshlanishiga osonroq bo'lgan qanaqadir insonni mahsulotini sotib berish, ya'ni sotuvchilik kasbi mos kelar ekan. Endi sotuvchilikda biznes yo'nalishlari juda ham ko'p, sotish mumkin bo'lgan narsalar ham juda ham ko'p. Qaysi birini sotishdan boshlasak, boshlovchi bo'lsangiz, ya'ni endi daromadga kirayotgan odam bo'lsangiz, tezroq, samaraliroq ketishingiz mumkin. Shu haqida gaplashamiz. O'zi bizada asosiy 3 ta yo'nalish bor, narsalarni sotishimiz mumkin bo'lgan. Bundan birinchisi bu produkt biznes, ya'ni oziq-ovqat, qurilish mollari, mashina, uy, kiyim, maishiy texnika va hokazolar. Mana shunaqa turdagilar. Ikkinchisi xizmat ko'rsatish, go'zallik salonlari, kosmetika va klinikalar. Uchinchisi bu infobiznes, ya'ni qanaqadir o'quv kurslarini, offline, onlayn darsliklar, onlayn kurslar sotuvi, boshqa insonlarning xizmat ko'rsatishi bo'lsa, o'shalarni sotib berishdan iborat bo'lgan yo'nalish. Endi keling, men sizga uchalasini ochib beraman. Qaysi biri o'zi bizga tezroq daromadga chiqish uchun foydaliroq? Birinchisi bu produkt biznesi. Masalan, siz temir, beton yoki nimadir ishlab chiqaruvchilarning narsalarini sotyapsiz. Bu yerda ob'yom juda katta bo'ladi, pul ko'p aylanadi, lekin mahsulotda tan narxi ham juda yuqori bo'ladi. Ya'ni bu degani marja juda past bo'ladi degani. Marja past bo'lganligi uchun siz mahsulotni qancha ko'p sotganingiz bilan sizga juda ham kam narsa beradi. Va undan tashqari, buni yana ikkinchi minusi, siz kamroq odam bilan ishlaysiz, chunki bunaqa biznesda mijoz oqimi juda ham intensiv emas, kamroq bo'ladi va bu yerda siz odamlar bilan kam kommunikatsiyada bo'lganligingiz uchun jarayon sal sekinroq bo'ladi. Ya'ni biz bilamiz 10 ming soat qoidasi bor. U bo'yicha siz bitta narsa juda ko'p shug'ullanadigan bo'lsangiz, siz tezroq natijaga chiqasiz. Bu biznesda siz birinchidan kam foyda qilasiz, ikkinchidan mijoz oqimi unaqa intensiv bo'lmaganligi uchun tez o'rganish jarayoningiz ham sekinlashyapti. Demak, biz boshlanishida produkt biznesiga kirmaganimiz ma'qul ekan. Ikkinchi yo'nalish xizmat ko'rsatish deylik. Siz qanaqadir kosmetolog bilan ishlashni boshlasangiz, kosmetolog nima qiladi? Bu o'zini vaqtini qanchadir miqdorda sotadi. Ya'ni u o'zini vaqtini va xizmatini sotgani uchun pul oladi. Lekin odamni fiziologik jihatdan uni vaqti va energiyasi cheklangan. Ya'ni siz uni xizmatlarini sotadigan bo'lsangiz, taxminan kuniga qanchadir, oyiga nechtadir dona uni xizmatini sotishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda cheklanganlik bor va undan tashqari cheklangan bo'lganligi uchun bitta odam o'zi ko'p narsani ola olmaydi, daromadi pastroq bo'ladi. O'zining daromadi pastroq bo'lgandan keyin sizga ham ko'proq to'lab bera olmaydi. Shuning uchun bunaqa cheklangan va daromadi ham cheklangan bo'lgan yo'nalishga kirmaganimiz ham boshlang'ich bo'lsa ma'qul ekan. Uchinchi yo'nalish marjasi baland bo'lgan kurslar yoki xizmatlar sotuvi. Misol uchun stomatologiya. Stomatologiyada bitta vinil tish qo'yish narxi bu $1000. $1000 ichida ancha qismi, taxminan 40-60% bu marjasi bo'ladi. Ya'ni taxminan $400 dan $600 u inson daromad qilishi mumkin. Shuning uchun har bir sotuvdan ko'proq daromad qiladi. Bu degani har bir sotuvdan ko'proq daromad qilganligi uchun agar siz uni sotib beradigan bo'lsangiz, sizga ham ko'proq pul to'lay olishi mumkin. Bu yerdan xulosa nima bo'ladi? Siz mahsulot yoki xizmat sotayotganingizda marjasi kattaroq bo'lganligini tanlashingiz kerak, chunki u yerda siz ko'proq daromad qilishingiz mumkin. Sababi bitta inson ko'proq daromad qilsa, sizga ham ko'proq pul to'lay olishi mumkin. Demak, ikkinchi qadamimiz to'g'ri yo'nalish tanlash. Bu yerdagi asosiy xulosa, sizlar bilan birgalikda 3 ta qismni yo'nalishni ko'rib chiqdik.
Oxirgisi, ya'ni uchinchisi, marjasi yuqori bo'lgan usluga, ya'ni xizmat sotish yoki kurs sotishga kirishimiz kerak ekan. Demak, uchinchi qadam tez daromad, tez tajriba olish mumkin bo'lgan yo'nalishda ishlash. Xo'p, ikkita qadamda ko'rdik. Biz to'g'ri kasb tanlashimiz kerak ekan. Hozirgi biz agar endi daromadga kirmoqchi bo'lsak, boshlovchi bo'lsak, sotuvchilik kasbini tanlashimiz kerak ekan. Ikkinchi qadam bu marjasi yuqori bo'lgan yo'nalish tanlashimiz kerak ekan. Endi marjasi yuqori bo'lgan yo'nalishda tezroq daromad va samarali o'sishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Hozir shu haqida gaplashamiz. Men o'zim bir necha joylarda ishlaganman. Shulardan biri apteka. Shu haqida gapirib bermoqchiman. Aptekada ishlasangiz, u yerda o'qitish tizimi, adaptatsiya unchalik kuchli bo'lmaydi. Bo'lishi mumkin, u ko'p narsa o'rganmaysiz. Bu birinchi faktor. Ikkinchi faktor, oqim kamroq bo'ladi yoki oqim juda ham ko'p bo'lishi natijasida siz bitta odam bilan to'liq gaplasha olmaysiz va undan tashqari oqim kam joylarda agar ishlaydigan bo'lsangiz, u yerda siz kamroq odam bilan muloqot qilganligingiz uchun o'rganayotgan narsalaringiz yoki yengilliklaringizni ko'p odam bilan tez qo'llay olmaysiz va natijada siz o'sishingiz sekinlashadi. Oqim pastligi hisobiga ko'p sotishingiz ham qiyinroq bo'lishi mumkin. Demak, uchinchi qadamdan xulosa, intensiv, ya'ni jarayonlar juda ham tez kechadigan joyni tanlasangiz, siz tez va samarali o'sasiz. Buning uchun eng yaxshi narsa ko'p oqim bo'lgan joyni tanlash. Bunga bitta misol kurslar sotuvi. Shunaqa yo'nalishda ishlasangiz, o'sishingiz tez bo'ladi. Biz bildik, birinchi qadamda to'g'ri yo'nalish tanlab oldik, ikkinchisida to'g'ri kasb tanladik, uchinchisi demak bizga intensiv joy kerak ekan. Demak, to'rtinchi qadam biz xohlayotgan sotuvchilik yo'nalishidagi marjasi yuqori bo'lgan va intensiv bo'lgan ishlarni qanday topish mumkin? Men sizga 4 ta asosiy kanalni maslahat beraman. Bu birinchisi eng ommalashgani HH, ya'ni Headhunter. U yerda juda ko'p vakansiyalar bor. Ularni siz bemalol filtrlab, o'rganib chiqishingiz mumkin. U yerga shunchaki o'ziga yoqqan yo'nalishni hozir bizning filtr bo'yicha tanlaysiz va zaявка topshirasiz. Ikkinchisi bu kurs agar sotuvlarga kirmoqchi bo'lsangiz, men sizga infoprodyuserlarni kuzatish maslahat beraman. O'zbekistonda top bo'lgan infoprodyuserlar bor. Ular har xil kurslarni zapuskun qiladi. Zapuskdan oldin o'ziga komanda yig'adi. O'sha joyda har xil ekspertini profildan yoki o'zini profildan e'lonlar qo'yishadi. O'sha e'lonlarda aktiv bo'lsangiz, siz ularni jamoasiga qo'shilishingiz mumkin bo'ladi. Uchinchi kanal bu spikerlar. O'zini kurslarini sotadigan mashhur ekspertlar juda ham ko'p. Siz ham bilaman, aniq bilaman, siz ham bulardan bir nechtasini taniysiz. Men o'zim masalan shaxsan Davronbek Turdiyev o'zini Instagramda qo'yganda, e'lon qo'yganda o'sha yerdan ro'yxatdan o'tganman va o'sha yerda ishga joylashganman. Birinchi intensiv joyda ishlaganim shu Superman bo'lgan. Xo'p, 4-kanal bu har xil Telegram ish kanallari. Bu masalan Rizqim.uz, Ishtob va juda ko'p bo'lgan Telegram kanallar bor. O'sha kanallarga siz a'zo bo'lib qo'ysangiz, u yerda har kunlik vakansiyalar kelib turadi. O'zingizning kriteriyalarni men sizga tuzishni o'rgatyapman. Shu kriteriyalarga mos keladigan ishlarni shunchaki zaявка topshirib, suhbatdan o'tib kirishingiz mumkin bo'ladi. Bu ishga kirish kanallari edi. Agar siz mana shu kanallarga doim aktiv bo'ladigan bo'lsangiz, o'zingizga mos bo'lgan ishni bemalol saralab olishingiz mumkin bo'ladi. Xulosa, siz hamma kanallarda aktiv bo'ling. Aktiv bo'lganingizdan keyin juda ham ko'p joyga ishga topshirasiz. U yerda qanaqa filtrlash kerak? Filtrlash uchun men hozir asosiy 3 ta narsani aytib o'taman. Birinchisi, bu ishga kirishda adaptatsiya tizimi bor kompaniyaga ishga kiring. Ya'ni adaptatsiya degani sizni sotuv bo'yicha produkt, kompaniya va undagi ish jarayonlari, programmalar bo'yicha o'qitish tizimi bormi? Mana shunga e'tibor bering. Agar shunaqa o'qitish tizimi bo'lsa, demak birinchi filtrga to'g'ri keladi. U kompaniyaga ishga kirsangiz bo'ladi. Endi ikkinchi filtr, o'z mavjud bo'lgan joyga kiring. Buni qanaqa aniqlash mumkin? Sizga A nuqtangizda hozir masalan sotuv menejeri biza ishga kirasiz, undan keyin qaysidir etapgacha ko'tarilishingiz mumkin degan A va B nuqtani chizib beryaptimi? Shunga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda asosiy ikkita savoldan bilsangiz bo'ladi. Qancha vaqtda nima qilsangiz qayergacha o'sishingiz mumkin? Bu birinchi savol va ikkinchi savol, diqqat bilan e'tibor bering. Shunaqa o'sgan inson kompaniyada bormi bitta bo'lsa ham? Ya'ni sizga A va B nuqtani ko'rsatib beryapti, o'shanaqa o'sgan o'zi odam bormi bu kompaniyada? Xuddi shunaqa daromadga, xuddi shunaqa kasbiy o'sishga chiqa olgan odam. Bunga e'tibor bering. Agar bo'lsa, bu kompaniya aniq sizga to'g'ri keladi. Bu ikkinchi kriteriya edi. Uchinchi kriteriya sharoit to'g'ri kelishi. Sharoitlarga nimalar kiradi? Bu tushlik, kerakli jihozlar, kompyuter, o'tiradigan joy, tinch muhit bormi yo'qmi? Ofisda sharoitlar bormi? Shunga e'tibor bering va ishlash sharoitlari yaxshimi?
tushlikka nimaga e'tibor berish kerak aytib o'taman. Siz agar qaysidir ishga kiradigan bo'lsangiz, ertalabdan obedgacha ishlaganingizda charchaysiz-ku, stress his qilasiz. O'sha paytda stress his qilganingizdan ko'ra siz qoningiz ochgan paytda obedga chiqsangiz, agar ikkita milliy taom turgan bo'lsa, qaysi biriga kirish haqida o'ylash sizni ko'proq stressga soladi. Bu isbotlangan fakt. Undan tashqari, menyuga qaraganingizda o'zingiz agar ovqatlanadigan bo'lsangiz, kompaniya tomonidan obed berilmaydigan bo'lsa, menyuga qaraganingizda bir 10 tacha tanlov turadi. 10 ta tanlovdan to bittasini tanlagunizcha yana ko'proq stress sarflaysiz. Ko'chaga chiqish kerak, soat 11 dan keyin qorningiz ochadi. Ish haqida o'ylaysizmi yoki qaysi joyda obed qilish haqida o'ylaysizmi? Bu juda ham stress bo'ladi. Shuning uchun maslahat beraman, tushlik beradigan kompaniyaga ishga kiring, ancha stressingiz kamayadi. Bunaqa kompaniyalar hozir juda ham ko'p. Demak, 4-qadam sizga to'g'ri keladigan ishni topish kanallarni men sizga aytib o'tdim va undan tashqari ishga kirayotganingizda qaysi kriteriyalar bo'yicha ishni tanlashingiz kerak. Bu narsani sizga ko'rsatib o'tdim. Xuddi shu tanlov bo'yicha tanlang. 5-qadam o'zi siz shuncha filtr qo'ydingiz, baribir kompaniyaning o'zining filtrlari bo'ladi. Sizda qanaqa soft skilllar va hard skilllar bo'lsa, siz ishga kira olishingiz mumkin. Men hozir hard skilllar haqida gaplashmoqchiman. Masalan, biz Headhunter ochadigan bo'lsak, bu yerda juda ham ko'p e'lonlar bor. Masalan, hozir bittasini men ko'rsataman. Ongli ozish loyihasida sotuv menejeri lavozimiga tanlov, issiq mijozlar va yuqori daromad 6 milliondan 15 milliongacha daromad qilishingiz mumkin deyapti. Demak, biz 6 milliondan 15 milliongacha bu yerda daromad qilishimiz mumkin. Bu kurs sotuvi ekan. Undan tashqari sotuv menejeri kerak degan e'lon bor ekan. 7 milliondan 18 milliongacha oyiga to'laymiz deyishyapti. Kelinglar shuni ichiga kirib ko'ramiz. U yerda nimalar bizdan so'rashyapti. Обязанность, ya'ni sotuv menejerini mas'uliyatlari nimadan iborat bo'lishi kerak ekan. Birinchisi, sotuv rejasini bajarish kerak, mijozlar bilan ishlash kerak deyapti. Mijozlarga, ya'ni xizmatlarni samarali taqdim etish kerak ekan. Asosiysi, e'tirozlar bilan ishlash kerak ekan. Rahbariyat vazifalarini o'z vaqtida bajarish kerak ekan. Undan tashqari talab qilinadigan narsalar AMO CRMni bilishi kerak deyilgan. Juda ham ko'p e'lonlarni hozir ko'rsangiz, mana shu programmani sizdan so'rashadi. Bu asosiy narsa. Nimaga buni aytayapman? Chunki yaxshiroq daromad qilishingiz uchun hozirgi holatda ikkita narsa kerak. Professionalniy sotuvchi bo'lsangiz va AMO CRMda ishlashni bilsangiz, sizni juda ham ko'p joyga ishga oladi. Men o'zim 2 yildan beri 1000 ga yaqin tadbirkorlar bilan suhbatlashgan bo'lsam, ularning hammasi shu problema. Hozir agar siz AMO CRM va professional sotuvni bilsangiz, 6 milliondan boshlab 20 milliongacha sizga oylik to'lashga tayyor bo'lgan tadbirkorlarni agar menga murojaat qilsangiz, men o'zim sizga topib bera olaman. Shaxsan. Shuning uchun buni o'rganib qo'yish kerak. Buni bilsangiz, sizga juda ham ko'p eshiklar ochiladi. To'g'risi, ko'pchilik bilmayman nimaga bu narsalar o'rganmaydi. Men sizga bu narsani aytayapman. Bu videoni aynan siz ko'rasiz, hamma ko'rmayapti. Qisqa xulosalaydigan bo'lsak, demak biz sotuvni bilishimiz kerak ekan, mijozlar bilan to'g'ri ishlashni bilishimiz kerak va AMO CRM bilsak, bizga 6-7 milliondan boshlab to 18-20 milliongacha odamlar to'lashga tayyor ekan. Keling, endi men sizga 10 qadamli professional sotuv o'zi qanaqa bo'ladi? Shu narsani hozir bitta o'zimni kompaniyamda ishlatadigan skript misolida tushuntiraman. Agar siz shu skriptni hozir tushuntirganimdan keyin bu videoni qayta ko'rib o'rganib oladigan bo'lsangiz va suhbatga borganingizda ish beruvchi bilan xuddi shunaqa gaplashib, ertaga mijozlar bilan xuddi shunaqa gaplashadigan bo'lsangiz, aniq o'sha ishxonada eng zo'rlardan bemalol bo'la olasiz. Men bunga sizga kafolat beraman. Hozir men sizga ko'rsatadigan skriptimda Supermiyada 50 ta sotuvchini tayyorlagan paytimda ham xuddi shu bilan biz $350 ming zapuslar qilganmiz. Boyatgan shogirdlarning hammasi 6 milliondan 10 milliongacha aynan shu skriptlar orqali gaplashib sotishgan. Hozir shu skriptni men ochib bermoqchiman. O'zi sotuv asosiy 6 ta qismdan iborat. Bu yerda birinchisi aloqa o'rnatish, ehtiyojlarni aniqlash, prezentatsiya, taklif berish, sotuvni yopish. Agar mijozda keyin e'tirozlar tug'iladigan bo'lsa, qimmat, vaqtim yo'q, shu kabi e'tirozlar tug'iladigan bo'lsa, e'tirozlar bilan ishlash va qayta aloqa va buning ichi hozir bo'linib ketadi. Men shuni hozir bittadan kirib tushuntirib beraman. Demak, bizda birinchi etap bu aloqa o'rnatish. Birinchisi salomlashishdan boshlaymiz. Salomlashish bu mijoz bilan boshlab olish uchun kerak. Bizda qanaqa qilingan masalan? Assalomu alaykum Jamshid aka, yaxshimisiz? Ismim Ulug'bek, sizga Alisher Avaz kompaniyasidan bog'lanyapman. Zamonaviy sotuv bo'limi qurishning 7 ta qadami mavzusida bir kunlik treningga qiziqish bildirib, ro'yxatdan o'tgan ekansiz. So'ramoqchi edim, qaysi biznes turi bilan shug'ullanasiz? Ya'ni men bu yerda nima qilyapman?
salom beryapman, u odamni ismi bilan murojaat qilib, yaxshimisiz deyapman va undan tashqari nima maqsadda telefon qilayotganimni va qaysi kompaniyadan qilayotganimni aytib o'tyapman va uchinchisi gapimni savol bilan tugatyapman. Ya'ni bu sotuvdagi eng asosiy qoida doim gapingizni savol bilan tugatishingiz kerak. So'ramoqchi edim, qaysi biznes turi bilan shug'ullanasiz? Bu yerda savolim filtrlash uchun berilyapti. Ya'ni men bu yerda biznesmenni qaysi biznes bilan shug'ullanishini bilib olmoqchiman. U aytishi mumkin, "Yo'q, men biznesmen emasman" deyishi mumkin. Demak, bu menga to'g'ri kelmaydigan mijoz, uni sразу zakrit qilamiz. Ikkinchisi, "Ha, biznes egasiman, lekin hozir bandman, keyinroq gaplashsak bo'ladimi?" deb vaqtiylik haqida aytishi mumkin. Va men unga aytib o'taman. Bo'ldi, sizni tushundim, Jamshid aka. Unda keling, bir ma'lum vaqtni, qulay vaqtni belgilaylik. O'sha vaqtda siz bilan bog'lanamiz. Sizga menga ham qulay bo'ladi. Qaysi vaqtni belgilasak bo'ladi degan holatda yana gapim savol bilan tugataman. U aytsa, "Ha, biznes egasiman, shu biznes bilan shug'ullanaman" deb aytadigan bo'lsa, demak bu bizani mijoz, bizga to'g'ri keladi. Men u bilan suhbatni davom ettiraman. Filtrlashni ikkinchi bosqichiga o'tamiz. Ikkinchi savoliga. Juda yaxshi. Biz bir kunlik yopiq trening networking sifati yaxshi bo'lishi uchun faqatgina biznes egalarini taklif qilyapmiz. Siz ham yopiq treningga qatnashish qiziqmi o'zi, Jamshid aka? Ya'ni men uni qiziqishini orttirish uchun savol so'rayapman. U ha degan javobni bersa, uni tasdiqlayman. Zo'r. Programmalashtiraman. Endi 3-etap bizada programmalashtirish. Endi u odamni programmalashtiraman. Zo'r. Hozir unda sizga trening sanasi, qayerda bo'lishi va narxlar haqida barcha ma'lumotlar berib o'taman. Undan oldin treningimiz sizga qanday yordam beradi, shuni bilib olish uchun bir nechta savollarim bor edi deyman. Ya'ni men unga nima dedim programmalashtirishda? Men sizga hamma ma'lumotni beraman. Undan oldin men sizni ma'lumotlaringizni ehtiyoj aniqlash uchun bilib olishim kerak va oxirida hammasi haqida gaplashamiz. Bo'ladimi? degan savolni bersam, u odamni tinchlantiraman, men eshitishga tayyor bo'ladi. Xo'p. Programmalashtirish tugadi, u rozi bo'lgandan keyin biza mijozdan ehtiyojlarni aniqlaymiz. Ya'ni biz o'zi salomlashdik. Ikkinchi etap endi mijozga nima kerak o'zi ehtiyojlarni aniqlaymiz. Ehtiyojlarni aniqlash bu birinchi holat savollardan boshlanadi. Treningimizga deyarli barcha viloyatdan tadbirkorlar kelishmoqda. Sizning biznes qayerda joylashgan? Men uni birinchi biznes qayerda joylashganligini bilib olish uchun bu savolni beraman. Birinchi qadam barcha muammolarni yig'ish. U masalan, aytdi, deylik Samarqanddanman. Zo'r. Biznesmenlar bu treningga asosan sotuvlarni oshirish, instrumentlar o'rganish va biznesdagi muammolarni hal qilish uchun kelishmoqda. Sizni qiziqish bildirishingizga asosiy sabab nima bo'ldi? Men uni nima maqsadda biznesga qiziqish bildirishni bilib olish uchun bu savolni beryapman. U deylik aytdi, menda ham savdo tushib ketgan, biznesni masshtablashtira olmayapman, masshtablashtirmoqchiman degan muammosini aytdi. Zo'r. Demak, men tushunishim bo'yicha biznesingizda siz masshtablashtira olmayapsiz, shunaqa muammo bo'lyapti. Yana qanday muammolaringiz siz uchun hozir aktual, dolzarb bo'lib turibdi deb so'rayman. Deylik, xodim boshqara olmayapman, yanachi KPI qo'ymoqchiman, yanachi deylik, marketingga ko'p o'rganmoqchiman, tushunmayapman marketingni deyishi mumkin. Jamshid aka, sizni tushundim. Demak, siz uchun hozir biznesingizni masshtablashtirish, xodimlarni to'g'ri boshqarish va undan tashqari marketing o'rganish qiziq ekan va bu muammolaringiz bor ekan. Bu muammolaringiz hozir sizda aktual ekan. Hozircha eng asosiy shularmi yoki yana bormi deyman? Yo'q, hozircha shular asosiy desa, men o'sha 3-qadamga o'taman. Ya'ni asosiy muammosini aniqlab olish. Tushunarli, Jamshid aka. Bilaman, siz uchun bu hamma 1-2-3 muammolaringiz qiziq. Muammolaringizni hammasini yechishingiz kerak. Tasavvur qiling, agar shu muammolaringizni 1-2-3 prioritetga qo'yish kerak bo'lganda va bittasini tanlash kerak bo'lganda edi, eng asosiysi qaysi biri bo'lgan bo'lar edi degan savolni so'rayman. Bundan maqsad nima? Men uni hamma muammolar haqida gaplashib o'tirishim juda ko'p vaqtim ketadi. Eng asosiysi bitta og'riqni bilib olishim kerak. O'shani ajratib olish uchun bu savolni beraman. U masalan aytdi, deylik, masshtablashtirish. 4-etap asosiy muammosini digging qilish. Zo'r. Shu muammongizni hal qilish uchun nimalarni sinab ko'rdingiz? Oldingi harakatlarni tushuntiraman. Men unga, demak, masshtablash uchun hozir maslahat berishim kerak, lekin hozir uni nima sinab ko'rganligini bilmasdan turib maslahat bersam, maslahati meni keraksiz bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun men uni bilib olishim kerak. O'zi nimalarni sinab ko'rgan, qaysi maslahatni bersam unga yaxshi bo'ladi bu narsa. O'sha narsani beraman. U aytishi mumkin, masalan, har filial ochib ko'rdim, xodim olib ko'rdim, boshqa qildim, foyda bermadi. Nima natija berdi o'zi desam, men bu natija berdi, doimiy bo'lmadi deyishi mumkin. Nega o'zi shu muammongizni muhim deb o'ylayapsiz deyman. Shunda mijoz chunki deb turib menga nima uchun unga muhimligi haqida og'riqni aytib beradi. Chunki tezroq masshtablashmasam, meni konkurentlarim kattalashib ketyapti, ulardan tezroq o'tib ketishim kerak.
degan holatda asosiy og'rig'ingni aytadi. Mani o'zi ehtiyojni aniqlashdan asosiy narsam asosiy og'rig'ini bilib, shunga mos bo'lgan mahsulotni tavsiya qilishim uchun. Men endi bu narsadan keyin muammosini bilib oldim. Bu muammongiz hal qilmasangiz nima bo'ladi deyman. Yana uni muammosini chuqurlashaman. Bu muammoni hal qilmasam biznesim bankrot bo'lib ketishi mumkin. Bankrot bo'lib ketsa nima bo'ladi? Bankrot bo'lib ketsa oilamni boqolmayman. Oilangizda nechta odam bor? Farzandlarim bor, oilam, ota-onam bor. Demak, ular sizga hammasi bog'liq ekan. Demak, bu muammongizni hal qilish shunchalik muhim ekanda deyman-da. Muammoni dolzarbroq, kattaroq qilaman. Ha deydi, u tushunib yetadi oqibatlari haqida. Demak, shuncha narsa yo'qotayotgan ekansizda, Jamshid aka deyman. Unda demak qo'rquv paydo bo'ldi. Qo'rquv bu sotuvda asosiy narsa. Endi men 5-qadam muammosini bilib oldim. Men endi yechim bermoqchiman. Yechimim qiymatli ekanligini ko'rsatishim uchun yechim rejasini taklif qilaman. Qanaqa taklif qilaman? Diqqat bilan eshiting. Agar shu muammolaringizni hal qilib, siz xohlagan hozirgi natijalarga chiqish imkoni bo'lganda edi, Jamshidga foydalangan bo'larmidingiz? Desam, tasavvur qiling, uni shuncha og'riqlari bor-da, menda yechim bor. Foydalangan bo'larmisiz deyman. U nima deydi? Ha, foydalangan bo'lardim deydi, конечно. Zo'r. Albatta foydalangan bo'lardim deydi. Zo'r. Unda keling, men sizga ushbu muammolaringizni yechim bo'ladigan Treams haqida ma'lumot bermoqchiman. Men endi unga ma'lumot berishni boshlayman. Endi biz 3-etap prezentatsiyaga o'tamiz. Prezentatsiyada asosiy 2ta savol bor. Shuni bilib olsangiz, o'zi prezentatsiyani любой narsa sotishingiz ham zo'r qilishingiz mumkin. Birinchi savol, mijozga qiziq joyidan boshlang. Men mahsulotim bor, bir kunlik trening juda katta. Hamma narsasi haqida gapirishim kerak emas. Mijozga eng qiziq joyidan boshlashim kerak. Buning uchun bitta savol beraman. Bu savolni bilib oling. Jamshid aka, kursimizni qaysi joyi haqida birinchi sizga ma'lumot beray. Agar klientga vaqti ichida nimalar borligi, narxi qiziq bo'lishi mumkin yokida yana bilmadim, boshqa narsalar qiziq bo'lishi mumkin, qayerda bo'lishi qiziq bo'lishi mumkin. U o'ziga eng qiziqtirayotgan miyasidagini sizdan so'raydi. Masalan, aytish mumkin. Xo'p, narxi qancha deb qolishi mumkin. Narx qancha degandan keyin men tariflar haqida aytaman, narx haqida ma'lumot beraman va test yopib ko'raman prezentatsiyada. Ya'ni test yopib ko'rish degani mijoz sotib olishga tayyormi yo'qmi tekshirib ko'raman. Test yopib ko'rish uchun bitta savol bor. Tariflar haqida ma'lumot berdim, mahsulot tushuntirdim va oxirida bitta savol beraman. Jamshidga bergan ma'lumotdan qaror qabul qilishingiz uchun yetarli bo'ldimi yoki qanaqadir savollaringiz bormi? Agar mijozda savoli bo'lsa, yana savol so'raydi, men yana uni so'ragan savoli bo'yicha ma'lumotni beraman va yana xuddi shu savolni qayta beraman. Agar unda boshqa narsa qiziq bo'lmasa, savolim yo'q desa, men uje taklif berib sotuvni yopishga o'taman. Birinchisi, taklif berishda tarif bo'yicha kelishib olaman, chunki menda tarif muhim. Zo'r. Biznesingiz keyingi darajaga olib chiqish uchun yana bir qadam qo'yganingizdan xursandman. Bu degani savolim yo'q desa, qaror qabul qildingiz degani bu. Tushunasizmi psixologik momentini? Jamshid aka, demak sizga ko'proq qaysi tarif ma'qul bo'lib turibdi? Bizda standart bor, premium bor. Bu o'tiradigan joyga qarab farq qiladi. Men so'rayman, standartmi, premiummi? Ya'ni oldiroqda o'tirmoqchimisiz yo sal orqaroq ham bo'ladimi sizga? O'ziga tanlaydi. Masalan, men oldida o'tirishni yaxshi ko'raman, oldida o'tirmoqchiman. Zo'r. Demak, men ikkinchi endi to'lov usuli haqida. Demak, premium tanlamoqchisiz. Premium narxi deylik 1.200.000 so'm. Zo'r. Qaysi usulda? Demak, 1.200.000 minglik tarif tanladik. To'lov usulini kelisha olaman. Zo'r. Qaysi usulda to'lovni amalga oshirishni rejalashtiryapsiz? Kartadami yoki naqdami? Ko'rasiz, men ikkita variant beryapman mijozga. Har doim tanlovsiz tanlov degan texnika bor sotuvda. Ikkita variant bersangiz, miya qaysi birini tanlash haqida o'ylaydi. Agar siz faqat bitta variant beradigan bo'lsangiz, mijoz ha yoki yo'q deyish haqida o'ylaydi. Tushunasizmi? Buni oddiy bitta eksperimenti bor. Pepsi'ni o'zini agar buni eksperiment qilishgan, Pepsi'ni o'zini qo'yishganda savdo ko'p bo'ladimi yoki Pepsi'ni oldida kola bo'lsa savdo ko'p bo'ladimi desa, ikkalasi turganda savdo ko'p bo'lar ekan. Nega desa, Pepsi'ni o'zi turganda odam Pepsi ichsamikan, yo'qmikan shu haqida o'ylar ekan. Pepsi bilan kola tursa, qaysi birini ichsam ekan degan savol miya o'ziga berishni boshlar ekan. Tushunyapsizmi? Xuddi bu yerda ham demak biz kartami naqdmi deganimizda mijoz bittasini tanlash haqida o'ylaydi. Agar biz qaysi usulda to'lov qilamiz desak, to'lov qilsammikan, yo'qmikan haqida o'ylaydi. Bu juda ham muhim, buni eslab qoling. Sotuvda ishlatish kerak. U deylik, o'zi bizdan karta tanladi. Biz o'zi odatda kartami yoki naqd demaymiz, chunki biz onlayn sotamiz, tezroq to'lovni olishimiz kerak. Shuning uchun biz boshqacharoq variant beramiz. Kartami yoki перечисленияmi? Ya'ni shot orqali to'laysizmi?
hozir olishimiz uchun ikkalasini berishimiz kerak bo'ladi. U deylik bittasini tanladi, menga karta qulay desa, to'lov miqdori bo'yicha kelishuv. Zo'r. Demak, hozir to'liq to'lovni qilasiz. Shundaymi? To'liq to'lovni qilasiz degani bu karta orqali premium tarifga 1,200,000 so'm to'laysizmi degani. U aytishi mumkin, ha, hammasini to'layman desa, zo'r, men sizga karta yubordim, to'lovni olaman. Shu bilan tugadi. Unda agar yetarlicha mablag' bo'lmasa, men bu yerda variantlarni yozib olganman. Yo'q, hozir uncha pulim yo'q desa, bo'ladi, hozir hammasini to'lamasangiz ham, hozir qancha qismini to'lay olasiz? Men shuncha mijoz bilan gaplashib keldim, sotuvni yopishim kerak endi. Men har xil usullar sinab ko'raman. Undan qanchadir miqdorda pul olishim kerak. Odamlar bitta joyga qanchadir miqdorda to'lov qilib qo'ysa, tanlov qilishni to'xtatadi. Shu yerdan men sotib oldim degan qarorga keladi. Shuning uchun men qanchadir qism bo'lsa ham pul olib qolishim kerak undan. Shuning uchun so'rayman, bo'ladi, hozir hammasini to'lamasangiz ham, hozir qancha qismini to'la olasiz degan savolni beraman. Aytishi mumkin 200,000 so'm, 300,000 so'm yoki qanchasini qilish kerak deb qolish mumkin. O'zi odatda 30% ni to'lasangiz men joy baron qilaman, siz qanchasini to'la olasiz? Har doim koptokka mijozga berib qo'yishim kerak. Ya'ni koptok menda qolib ketmasligi kerak. Bu savolni menimcha psixologik tushunasiz degan umiddaman. Xo'p, shunaqa tarzda to'lov miqdorini kelishamiz. Agar mijoz yo'q, hozir kartam umuman yo'q desa, unda bizda bugunoq to'lov qilish uchun qanaqa variantlar bor degan savolni beraman. Men sotuvni yopish, pul olishim kerak. Aytishi mumkin, bankomatga chiqib kelishim mumkin yoki tanishimdan so'rashim mumkin, deyishim mumkin. Agar u variantni bilmadim degan menga agar aytib qoladigan bo'lsa, unga aytishim mumkin. Agar hozir pulingiz naqd bo'lsa, sizni tushundim. Unda sizga eng yaqin bank yoki bankomat qayerda joylashgan? Bu ko'chaning boshida. Zo'r. Unda hozir shu bankomatga yoki bankka chiqib kela olasizmi? Ko'rasiz, men sotuvni yopish uchun har xil savollar beryapman, bosim qilyapman. Chunki unga foydali, sotishim kerak. Va shundan keyin bitta variant tanlaydi, sotadi, juda yaxshi. Jamshid aka, unda siz bilan kelishdik, sizni treningga qatnashishlar ro'yxatiga kiritib qo'ysam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Kiritib qo'ydim, unga sotdim. Agar aka menga qimmatli qoldi 1,200,000 so'm degan narsani aytsa, men e'tirozlarni yechaman. Bunaqa e'tirozlar juda ham ko'p. Agar siz sotuvchi bo'lsangiz yoki sotuvchi bo'lmasangiz ham mijoz etadigan e'tirozlarni yoki o'zingiz ham nimadir sotayotgan doim e'tiroz etgansiz. Bittalarni ko'ring, qimmatroq vaqtim bo'larmikan? Maslahatlashib ko'ring, o'ylab ko'ring, juda ko'p e'tirozlar. E'tirozlarni aytishda 4 ta asosiy qadam bor, buni tushuntiraman. Birinchi qadam barcha e'tirozlarni yig'ish kerak. Jamshid, sizni tushundim, muammongizga yechim bo'ladigan kursimizga qatnasha olmasligingizda faqat shu, masalan deylik, qimmat e'tirozini aytdi. Qimmatligiga to'sqinlik qilyaptimi yoki boshqa sabab bormi? Birinchisi, ya'ni barcha e'tirozlarni yig'ib olishim kerak. Bu nima beradi? Ya'ni men ping-pong o'ynamasligim kerak mijoz bilan. Ikkinchi qadam barcha e'tirozlar yig'ilgan ishonch hosil qilishim kerak. Ya'ni qimmat dedi, undan keyin vaqtim ham bo'larmikan deb o'ylayman. Yanacha so'rayman. Bir nechta e'tirozlar aytdi. Bir nechta e'tirozlar aytgandan keyin so'raverganimdan keyin yo'q bo'ldi shu deguncha davom etishim kerak. Haqiqiy e'tirozini endi ichidan aniqlab olishim kerak. Sotuvda asosiy narsa bor. E'tirozlar juda ko'p bo'lishi mumkin, lekin haqiqiysi bitta bo'ladi faqat. Men o'sha aniqlab olishim kerak. Jamshid aka, bilaman siz uchun qimmatligi, vaqtingiz yo'qligi yokida o'ylab ko'rishingiz muhim, lekin shu muammolaringizdan faqat bittasini tanlash kerak bo'lganda edi, eng asosiy prioritetga qaysi biri bo'lgan bo'lardi? Qaysi biri bo'lmaganda edi, siz bizning treningga kela olgan bo'lardingiz desam, masalan aytishim mumkin, vaqtimda muammo deyishim mumkin. Demak, haqiqiy e'tirozi vaqt bilan bog'liq ekan. Men uni vaqt bilan muammosini aytaman, ya'ni muammo mavjud bo'lmagan holatni yaratish kerak. Tasavvur qiling, sizning vaqtingiz bor. Shu treningga kelsangiz nima foyda olgan bo'lardingiz? Treningga borsam, biznesim o'sgan bo'ladi. Hozir boya gaplashgandek masshtablasha olardim, boshqa bo'lardim. Masshtablasha olsangiz nima bo'ladi? Men aniq foydali olaman. Hozir demak, siz o'zingizning biznesingizga shuncha foyda bor ekan, shuncha foyda olish uchun hozir o'zingizga bir kun vaqt ajratmayapsiz. Bir kun vaqt ajratmasangiz, qanaqa bu natijani olasiz? Desam, mijoz o'sha mantiqiy o'ylashni boshlaydi. Katta ehtimol bilan rozi bo'ladi. Ko'p holatda bizada 70-80% holatda rozi bo'ladi va kursni xarid qiladi. Va undan keyin siz qayta bog'lanib to kursgacha kelishini ta'minlashingiz kerak. Bu sotuvning asosiy etaplari edi. Biz asosiy shularni ko'rib chiqdik. Birinchi marta siz agar sotuvni o'rganayotgan bo'lsangiz, bilaman sizga qiyin bo'lishi mumkin. Aynan shu qismini qayta to'rishni tavsiya qilaman. Men sizga demak 5-qadam bo'yicha, sotuv bo'yicha to'liq hamma joyda ishlaydigan sotuv etapi va to'liq skriptni qanaqa ishlashini tushuntirib berdim. Siz xohlagan joyingizga ishga borganingizda
shu skriptni qanaqadir mahsulot sotishga, buni men hozir trening sotgan bo'lsam, prosta savollarini o'zgartirib telefon ham sotishim mumkin yokida deylik kompyuter sotishim mumkin. Xohlagan narsamni sotishim mumkin bo'ladi. Buni eslab qoling. Ish beruvchi bizdan xohlayotgan e'tirozlar bilan yechish, mijozlar bilan to'g'ri kommunikatsiya qilish, mijozga sotish etapini o'rgandik. Buni o'rganib istalgan joyga borsangiz, men sizga kafolat berishim mumkin. To'g'ri o'rganib borsangiz, bemalol ishga kirasiz, chunki bunaqa sotuvchilar hali O'zbekistonda juda kam. Demak, 5-qadam qanday ko'nikmalar kerak? Bizga sotuv va CRMni bilsak, bizada istalgan joyga ishga kirishimiz mumkin ekan. Men sizga hozir sotuv o'rgatdim. CRMni qanaqa o'rganmoqchiman desangiz, men hozir videoning oxirida buni ham tushuntirib ketmoqchiman. Xo'p, biz birinchi qadam to'g'ri kasb tanladik, sotuvchilikni tanladik. Ikkinchi qadam bizga to'g'ri yo'nalish kerak ekan. Yo'nalish bo'yicha baland marjali ishni topishimiz kerak ekan. Uchinchisi bizada uchinchi qadamimiz ish intensiv bo'lishi kerak, чтобы biz samarali va tez o'sishimiz uchun. To'rtinchisi to'g'ri ishxona tanlash bo'yicha biz qaysi kanaldan topishimiz mumkin va qaysi kriteriyalarga kerakligini topdik. O'sha ishxonaga qanaqa kirish bo'yicha qanaqa ko'nikmalar kerak ekan, sotuv va CRM borligini bildik. Endi 6-qadam biz hamma narsani o'rgandik. O'sha ishxonaga borganda suhbatdan o'tsak, biz demak ishga kirdik deb hisoblasak ham bo'ladi. Demak, 6-qadam bizda suhbatdan o'tish va ishga joylashish. Men sizga suhbatga borganda asosiy kerak bo'ladigan 5 ta narsani aytib o'taman va bu 5 ta narsani to'g'ri qiladigan bo'lsangiz, siz istalgan joyga borsangiz, bemalol ishga kirishingiz mumkin bo'ladi. Demak, birinchisi ishga kirish uchun rezyume tayyorlashingiz kerak. Ya'ni siz ishga olmoqchi bo'lgan odam telefon orqali birinchi baribir siz bilan suhbat qiladi. Shu paytda o'zingiz ma'lumotlaringizni tashlab bering deb so'raydi sizdan. O'sha paytda siz tashlab berishingiz uchun rezyume qilishingiz kerak. Rezyume qanaqa qilinishi bo'yicha YouTube'da juda ko'p videolar bor. Rezyume yoki CV deb yozadigan bo'lsangiz, juda ko'p videolar kelib chiqadi. Yoki shunchaki ChatGPTga kiring, men mana shunaqa joyga ishga kirmoqchiman. Menga rezyume qilib ber yoki rezyumeni shablon tashlab ber desangiz, shablon qilib beradi. Shunchaki o'zingiz ma'lumotlarni kirgizib qo'ysangiz yetarli bo'ladi. Xo'p, ikkinchi qadam yaxshi kiyinib boring. Ko'p ishxonalar sizni birinchi navbatda ko'rinishingizga qaraydi. Odamda 7 sekundda ko'rinish orqali birinchi taassurotni qoldiradi. Shuning uchun ishga borayotganda siz imkon bo'lsa casualda yoki qanaqadir ko'cha yozuvli kiyimlarda emas, aynan klassikada yoki pol klassikada borsangiz bo'ladi. Masalan, shunaqa oq ko'ylak holatdasiz, agar sochlaringiz taralgan, soch soqolingiz olingan va to'g'ri holatda, formal holatda borishingiz kerak bo'ladi. Shunda birinchi taassurotingiz yaxshi bo'ladi. Men agar to'g'ri kiyinmasdan, sochlari yog'langan holatda qanaqadir odam keladigan bo'lsa, to'g'risi ishga olish haqida juda ko'p o'ylab ko'raman. Bu odam o'zini tartibli olmagan bo'lsa, menda qanaqa tartibli ishlashi mumkin deyman. Shunaqa bo'lmasligingiz uchun bu narsaga e'tibor bering. Uchinchi asosiy narsa, suhbatga hech qachon kech qolmang. Kech qolgan odamlarni men o'zim ish beruvchi sifatida ko'pincha olmayman va juda ko'p tadbirkorlar xuddi shunaqa qiladi. Chunki o'zi punktualni, ya'ni vaqtga amal qilmaydigan bo'lsa, ertaga ishga ham kechib keladi degan xayolga boradi. O'shaning uchun imkon bo'lsa voqliroq borib, atmosferaga o'rganib olishni maslahat beraman. Muhimi kechikib bormang. 4-chi asosiy narsa, ko'pchilik qiladigan xato, siz ishga borganingizda hech qachon bundan oldingi ishxonangizni yomonlamang. Ko'pchilik sizdan so'raydi, bundan oldin qayerda ishlagansiz, nega ketgansiz degan savollarni so'rashi mumkin. O'sha holatda siz qanaqadir neytral pozitsiyada turing va hech kimni yomonlamang. Shunchaki biz masalan to'g'ri kelmadik, mana shunaqa bo'ldi, oldiga kirdim, tushuntirdim, ishdan bo'shadim yoki hech qayerda ishlamagan bo'lsangiz, hech qayerda ishlamagingiz haqida aytishingiz mumkin, lekin ishlagan bo'lsangiz, undan oldingi ishxonangizni yomonlamang. Har xil sizga deylik ta'sir etuvchi savollar berishi mumkin. Shunda ham neytral pozitsiyada turishni maslahat beraman. Bunaqa odamlarni suhbatda sinaydi shu savollar orqali. Siz bunga tayyor turishingiz kerak bo'ladi. 5-chisi, baribir siz sotuvchi bo'lib borasiz, sizni sotuvchilik mahoratingizni tekshirishadi. O'shaning uchun sotuv mahorati tekshirilganda tepada o'rgatgan skript bo'yicha narsalarni qo'llang. Ya'ni har doim sizga nimadir sot yoki oldin sotib ko'rgan narsangni menga sot yoki bizani produktni menga sotib ko'r degan har xil savollar berish mumkin. Shu paytda siz u bilan boya aytganimizdek sotuv skriptimiz bo'yicha u bilan salomlashishdan boshlang. Savollar orqali uning ehtiyojini aniqlang. Ehtiyojidan kelib chiqib produktni xuddi boya ko'rsatgandek prezentatsiya qilib bering. Siz qaysi joydan boshlash shu kabi. Undan keyin unga taklif bering va sotuvni yopish taklifini bering. Siz savollar berib, o'zingizni o'sha boya tepada o'rgatganim bo'yicha tutsangiz, u sizni professionalligingizga men ishonaman, albatta ishonadi va
Bundan oldin unaqa sotuvchilar bilan juda kam gaplashgan bo'ladi. Sizni olish ehtimoli nomzodlar ichida ancha yuqori bo'ladi. 6-tavsiyam, agar sizda tajriba bo'lmasa, bizada tajribangiz yo'q ekan, tajribasiz bilan ishga olmaymiz deyishi mumkin, lekin o'sha ishxona sizga ma'qul keladigan bo'lsa, tajribasiz holatda ham kirishingiz mumkin. Buning uchun nima qilasiz? Men sotib o'rganganman, CRMni bilaman va o'rganishga juda ochiqman. Sizni produktingiz menga yoqyapti, kompaniyangizda ishlash menga ma'qul kelyapti. Shu yerda o'sish ko'ryapman. Agar meni ishga oladigan bo'lsangiz, qolganlardan ko'ra men sizga yaxshiroq harakat qilib, tezroq o'rganishim mumkin. Menimcha sizga ham albatta shunaqa xodimlar kerak. To'g'rimi? Degan tarzda savol bersangiz, u sizni hurmat qilishi, bunaqa mas'uliyat his qilayotganingizni, bunaqa inisiativa, ya'ni ichingizdan tashabbus chiqayotganligini juda ko'pchilik hurmat qiladi va ishga olish ehtimoli oshadi. Tajribasi bo'lsangiz, albatta shuni sining. Hozir shu aytgan 6 narsani sining, ya'ni rezyume qiling, yaxshi kiyinib boring, suhbatga kech qolmasdan boring, oldingi ish joyingizni yomonlamang, sotuv mahoratingizni tekshirganda savollar bering, o'rgatgan narsalarimni qo'llang va tajribangiz bo'lmasa, o'zingizni inisiativangiz borligini, shu ishga qiziqish borligini ko'rsating. Va shunda sizni ishga oladi va bonus tariqasida 7-sini qo'shaman. Har doim qaysidir kompaniyaga borayotganingizda u kompaniya haqida albatta o'rganing. Kompaniya nima sotadi, qachondan beri bor, qanaqa ishlaydi, nimalar sotish bilan shug'ullanadi, mijozlari kim, shu haqida Instagramlari bormi, ular haqida qanaqadir ma'lumot olib boring va suhbatda ular haqida qaysidir ma'lumotlarni aytadigan bo'lsangiz, suhbat oluvchi inson, ya'ni ishga oluvchi inson bundan xursand bo'ladi. Ya'ni, bu shunchaki kelmayotgan ekan, bizani kompaniya haqida o'rganib kelayotgan ekan deydi va bu ishga kirish ehtimolingizni yana ham oshiradi. Shu 7 tavsiyaga amal qiling va albatta siz ishga kirasiz. Demak, xulosalaydigan bo'lsak, 6 qadam haqida biz birinchi qadam to'g'ri kasb tanlashimiz kerak ekan. Hozirdan daromad qilmoqchi bo'lsak, biz birinchi sotuvchilik kasbini tanlashimiz kerak ekan. Ikkinchi, sotuvchilik kasbida qaysi yo'nalishda ishlashim kerak desa, marjasi baland yo'nalishlarni tanlashimiz haqida gaplashdik. Uchinchisi, bu siz samarali tez o'sishingiz uchun to'g'ri yo'nalishdagi ishga kirishingiz kerak ekan. Biz boya gaplashdik u haqida. Demak, to'g'ri yo'nalishga kirdik biz. 4-qadamda to'g'ri ishxonani qanaqa topish mumkin? Men bu bo'yicha kanallar berdim va o'sha kanallarda kirayotganda nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida, ish beruvchida nimalar bo'lishi kerakligi haqida gaplashdik. 5-si sizda hard skill, soft skilllar kerakligi haqida, ya'ni sotuv mahorati va CRM bo'yicha gaplashdik. Bularni o'rgatib o'tdim va 6-qadamimiz bizada ishga borganda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan 7 narsa haqida gaplashdik. Agar siz bularni hammasini qiladigan bo'lsangiz, to'g'ri ishga kirasiz va to'g'ri daromadga tezroq, aniqroq chiqasiz. Men bu tajribani 3 yil davomida olganman, sizga buni hozir bepul bo'lishaman. Bepul degani bu qiymatsiz degani emas. Bundan albatta foydalaning. Xo'p, aynan shu sistema orqali meni juda ham ko'p shogirdlarim ko'p daromad qilishga erishgan. Agar siz hozirdan daromad qilishni tezlashtirmoqchi bo'lsangiz, aynan shu usulni o'zini qo'llashingiz mumkin. Yoki men deylik ishga kirib bo'ldim, ishga kirganimdan keyin ham baribir rivojlanishim kerak-ku, u yerda sotuvni professional o'rganishim kerak. O'sish jarayoni bu tuganmas jarayon. Buni yaxshiroq qilaman desangiz, menda sizga taklif bor. O'sha taklif bilan hozir bo'lishmoqchiman. Xo'p, taklif nimadan iborat? Men o'zim sotuv bo'yicha mutaxassisman. Hozirgacha 300 dan oshiq odam meni kurslarimda o'qib chiqqan. Bularning ichida infobiznesdagilar ham bor, qurilish, juda ham ko'p yo'nalishdagi insonlar bor. Bularning otsuflarini oxirida men sizga bir sayt linkini beraman. U orqali bemalol ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Men sizga hozir sotuvni professional o'rgatuvchi Sotuv 2.0 kursim haqida aytib bermoqchiman. Bu sotuv sohasidagi yangi formatdagi onlayn kurs siz uchun sotuv ensiklopediyasiga aylanadi. Ya'ni bu kursdan keyin siz ishga joylashib bo'lganingizdan keyin bu kursni ko'rganingiz sari doimiy o'sasiz. Nimalardan iborat bo'ladi? Hozir tushuntirib o'taman. Sotuv 2.0 kursning asosiy darslari bu mijozlar bilan qanaqa jarayonlardagi barcha holatlarni, ya'ni ehtiyojni aniqlash, mahsulot taqdimot qilish, e'tirozlarni yechish, sotuvni yopish, ular bilan qayta bog'lanish, mijoz bilan to'g'ri kommunikatsiya qilish, B2B sotuvlar va juda ham ko'p jarayonni o'z ichiga oladi. Men hozir shuni birma-bir tushuntirib o'taman. Kurs asosiy 3 ta moduldan iborat. Birinchi modul bu bizada sotuv mahorati. Ikkinchi modulimiz qimmat sotish va B2B sotish, uchinchisi samarali muzokara qilish san'ati. Modullar bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, birinchi modul sotuv mahorati. Bu yerda asosiy o'rganadigan narsalarimiz 4 ta. Bular birinchisi sotuv psixologiyasi haqida gaplashamiz. Sotuv aylanasi, ya'ni o'sha boya ko'rganimiz salomlashdan to sotuvni yopishgacha bo'lgan etapda
man sizga juda ham ko'p instrumentlari bilan birgalikda o'rgataman. Bu yerda siz 50+ B2C sotuv instrumentlarini olasiz, qayta sotuv va qayta aloqa retentionni to'laqonli o'rganasiz. Moduldan keyin natijalaringiz nima bo'ladi? Sotuv psixologiyasini o'rganish orqali insonlar bilan to'g'ri muloqot qilishni boshlaysiz. Bu eng zo'r ko'nikma. Undan tashqari sotuv aylanasini o'rganish orqali sotuvlaringizni kamida 2x dan 10x gacha o'stirasiz. Bu juda ko'p menda o'quvchilarimda sinalgan, o'zim sinaganman, o'zim shu yo'ldan o'tganman. Undan tashqari 50 dan ortiq B2C, ya'ni mijozlar bilan ishlash, sotuv instrumentlarini bilish orqali sotuv jarayonidagi har qanday fikringizni sotishni o'rganasiz. Men sizga sotuv nimaligini tushuntiradigan bo'lsam, sotuv bu fikr sotish san'ati. Biz tug'ilganimizdan to o'lgunimizgacha fikr sotamiz. Birinchi fikr sotish nima deydigan bo'lsangiz, biz onamizga deylik undan sut olish fikrini sotganmiz, ya'ni yig'laganmiz, boshqa qilganmiz va sut olganmiz. Yoshligingizda eslaydigan bo'lsangiz, qanaqadir sizga nimadir erishmasangiz, nimadir ishlar qilgansiz, manipulyatsiya qilgansiz yoki nimadirlarni gapirish orqali fikringizni sotgansiz. Doim siz nimadirga erishgan bo'lsangiz, fikringizni sotish orqali erishgansiz. Sotuv ham shunaqa. Deylik, mijozda mahsulotga nisbatan qimmat, o'ylab ko'rish kerak, keyinroq olaman degan miyasida o'zini fikri bor. Siz sotuvchi bo'lsangiz, mijoz ehtiyojini tushundingiz va u mijozga bu mahsulot hozir kerakligini bilib turibsiz. Ikkita fikr bir-birini ushlab turadi. Kim agar o'zini fikrini qarshisidagi odamga sotadigan bo'lsa, o'sha inson fikr sotgan hisoblanadi. Agar mijoz qimmat degan fikrini, mahsulotga nisbatan qimmat degan fikrini sizga sotadigan bo'lsa, ha, qimmat deb o'ylaydigan bo'lsangiz, demak mijoz sotolmadi, mahsulotni sizga fikrini sotib ketdi. Agar siz mijozga bu mahsulot hozir kerak ekan degan fikr sota oladigan bo'lsangiz, mijoz sizdan hozir sotib oladi. Ya'ni siz hozir unga fikringizni sotdingiz. Sotuv mana shunaqa almashinuv jarayoni. Agar siz 100 ta odam bilan gaplashsangiz va undan 10 tasiga fikr sotadigan bo'lsangiz, siz 10 ta sotuv qilasiz. Qolgan 90 tasi esa sizga qanaqadir fikrini sotib ketgan bo'ladi. Bu qimmat bo'lishi mumkin, o'ylab ko'raman yoki keyinroq olaman, hozir kerak emas ekan degan fikrlar. Shuning uchun sotuv bu fikr, g'oya sotish san'ati hisoblanadi. Bu instrumentlar orqali siz aynan to'g'ri sotishni, to'g'ri fikr sotishni o'rganasiz. Bu faqat sizga sotuvda emas, hayotingizda o'rtoqlaringiz, ota-onangiz, investorlar bilan hamma bilan gaplashganda hayotingiz davomida doim kerak bo'ladigan ko'nikma hisoblanadi. Keyingi foydalaringiz qayta sotuv va qayta aloqa retentionni samarali amalga oshirish orqali doimiy mijozlarga ega bo'lishni o'rganasiz. Bitta mijozga sotdingiz, u bilan yana qayta bog'lanib turib, keyingi mahsulotlaringizni bemalol sotish instrumentlarini men sizga o'rgataman. Modul bo'yicha qo'shimcha materiallar nima bo'ladi? Sotuvchilar nimalar bilish kerak shablonlari, sotuvchilarni baholash cheklistlari va 50+ sotuv texnikalari qo'llanmalarini men o'tda berib o'taman. Va har bir darsdan keyin o'zlashtirish darajasini tekshirish bo'yicha testlar bo'ladi. Testlardan 90% dan past yetsangiz, keyingi darsga o'tmaysiz. Bu sizni bilimingizni sinash uchun zo'r bo'ladi. Agar siz tadbirkor bo'lib ko'rayotgan bo'lsangiz yoki sotuvchilarga o'qitmoqchi bo'lsangiz, bu siz uchun yana ham kerak bo'ladi. Xo'p, ikkinchi modulimiz qimmat sotish, B2B sotish. Bu yerda men nimalarni o'rgataman? Qimmat sotish texnikalari, offline B2B sotuv strategiyalari va online B2B sotuv strategiyalarini ko'rib chiqamiz. Modulda oladigan natijalaringiz qimmat sotish texnikalari o'rganish orqali mahsulotingizni qimmatroq sotishni boshlaysiz. Offline va online B2B sotuv strategiyalarini qo'llash orqali sotuvlaringiz konversiyasini kamida 2x dan 10x gacha o'stirasiz. Konversiya bu, deylik 10 ta odam keldi, 10 tadan 2 taga sotdingiz. Demak, sizning konversiyangiz 20%, ya'ni 2 taga sotganingiz uchun. Shuni nima qilsangiz, qanaqa instrumentlar qo'llasangiz, deylik buni 7 ta 8 taga chiqarsa bo'ladi. Tasavvur qiling, bitta mijoz sizga 500 ming so'm daromad olib kelsa, 10 tadan 2 taga sotadigan bo'lsangiz 1 million so'm ishlaysiz. Agar bu texnikalarni o'rganib, siz buni 8 taga ko'taradigan bo'lsangiz, siz 4 million ishlashni boshlaysiz. Orada shunchaki texnika o'rganganingiz hisobiga 3 million so'm ko'proq daromad qilasiz. Nima deb o'ylaysiz? Bu texnikalarni o'rganish kerakmi? Albatta o'rganish kerak, chunki men shu orqali mijozlarga juda ham ko'p sotganman va o'zimni ham daromadimni oshirganman va ularga ham ko'proq foyda keltirganman. Bitta narsani aytaman, odamlar qaror qabul qilishi juda ham qiyin jarayon. Ular qarorda ikkilanib, doimiy o'ylanib, qarorlarni kechiktirib yuradi. Biz o'zimizda ham ko'p bo'ladi. Bitta narsani boshlamasligi. O'sha qarorlarni qilishga sotuvchi, undovchi inson hisoblanadi. Ya'ni mijoz ko'prikdan o'tsammikan, o'tmasammikan deb o'ylab turibdi. Siz unga to'g'ri yo'nalish ko'rsatish, to'g'ri maslahat berish orqali ko'prikdan bu yoqqa o'tkazib, manziliga yetkazib qo'yasiz. Siz shu funksiyani bajarasiz.
ko'pchilik ikkilangan odamlar ko'prikdan bu yoqqa o'tkazganingiz uchun o'zingiz ham daromad qilasiz. Ular ham foyda oladi. Foydali bo'lmasa hech qachon sotmaslik kerak. Bu meni prinsiplarimdan bittasi va shogirdlarimga ham aynan shu narsani o'rgataman. Modul bo'yicha qo'shimcha materiallar, kuch xaritasi cheklisti beraman buni sizga. Buni ko'rsangiz albatta kerak bo'ladi. Sotuvni yopish cheklisti, jang xaritasi cheklisti va sotuvni yopishni baholash cheklistidan olasiz va bular olganingizdan keyin sotuvlarni yopish siz uchun shunchaki professional sifatida juda ham osonga aylanadi. Xo'p, undan tashqari har bir darsdan keyin o'zlashtirish uchun yana tekshirish testlari bo'ladi. 3-modul bu samarali muzokara qilish. Bu yerda muzokara qilish ko'nikmalari, tana tili, nutq madaniyati va samarali muzokara qilish qadamlarini men sizga o'rgataman. Muzokara bu doimiy kerak bo'ladi bizga. Muzokara qilish ko'nikmalarini o'rganish orqali muzokaralarda win-win prinsipini qo'llashni boshlaysiz. Nutq madaniyatini o'rganish orqali insonlarga ta'sir qilishingiz oshadi. Mana meni ham kuzatayotgan bo'lsangiz, qayerdadir ovozim ko'tarilyapti, tushyapti, bu sizga ta'sir qilish uchun. Siz shunda yaxshiroq qabul qilasiz. Odamlar sizni yaxshiroq eshitadi. Shunchaki maratonda hozir men sizlarga mana shu kursda tavsiya qilaman degan holatda gapirsam, meni ham eshitgingiz kelmaydi sizni. Aynan shu narsani qanaqa to'g'rilashni o'rganasiz. Menimcha bu narsalar juda ko'p joyda eshitgansiz. Qayerda lekin bularni bitta qilib o'rganish mumkin desangiz, aynan mana shu kursning ichida bo'ladi. Xo'p, samarali muzokara qadamlarini o'rganish orqali qarshingizdagi inson bilan suhbatni boshqarishni boshlaysiz. Bu menimcha hammaga qiziq. Qarshingizdagi inson bilan suhbatni boshqarish. Bu ota-onangiz bilan bo'lgan suhbatda, qanaqadir uchrashuvga chiqqaningizda ham investor bilan, mijoz bilan, o'zingizni tanishlaringiz, o'rtoqlaringiz, begona insonlar hamma bilan bu texnikalarni bemalol qo'llab, o'zingizni darajangizni ko'rsatib, bildirib qo'ysangiz bo'ladi. Hech qanday xijolat bo'lmaysiz. Bu narsalarni albatta o'rganishingiz kerak. Xo'p, 3-modul bo'yicha qo'shimcha materiallar tana tili bo'yicha qo'llanma bo'ladi. Dars ichida men tushuntirib ham berganman. Har bir darsdan keyin o'zlashtirish darajangizni tekshirish uchun yana bu yerda ham test. Har safar test olish kerak, chunki inson doim bilimini takrorlab turganda shundagina o'sadi. O'zi shunaqa darslar bo'lsa, nima deysiz, bu sizga yoqqan bo'larmidi? Menimcha aniq yoqqan bo'lar deb o'ylayman. Chunki bu darslarni men o'zim ham o'rganganimdan keyin juda ham maza qilganman. Hayotda shuncha narsa bor ekan. Shu narsani bilmasdan qanaqa yashab yurgan ekanman deb o'ylaganman. Birinchi ta'siri shunaqa bo'lgan menda. Mijoz e'tirozlari bilan ishlash va qanday qilib suhbatni to'g'ri boshqarish, sotuvni yopish haqida barcha savollaringiz ushbu o'quv dasturida bor. Buni ko'rib chiqqaningizdan keyin bunga o'zingiz ham amin bo'lasiz. Xo'p, bularni barchasi Sotuv 2.0 kursi ishtirokchilari uchun dars tartibini tushuntiraman. Xo'p, bizda darslar davomiyligi o'zi meni kursimda davomiyligi taxminan 6 haftaga mo'ljallangan, ya'ni 6 hafta davomida ko'rib chiqishga mo'ljallangan bo'ladi. Tezkorlar bo'lsa buni 2 haftada, 3 haftada ko'rib chiqqanlar ham bor. Bu sizni ma'lumotni qanchalik qabul qila olishingizga bog'liq. Kurs formati onlayn, ya'ni yozib olingan darsliklar holatida bo'ladi. Darsliklarni bemalol qayta ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu juda ham zo'r imkoniyat. O'zbekistonda har qanday nuqtasidan bemalol ko'rishingiz mumkin. Umumiy darslar davomiyligi 20 soat bo'ladi. Tasavvur qilasizmi? 20 soat siz sotuv bo'yicha bilim o'rganasiz mendan. 100+ sotuv instrumentlari, ya'ni juda ham ko'p instrumentlar berganman. Men aniq konkret narsalar aytganman. Shuna instrument bor, boyiga o'sha skript ko'rsatganimga o'xshab, shuni olasiz, shuni qo'llaysiz, ishlab ketadi. Shunaqa narsalar o'rgatganman. O'zi darslar qanday tartibda bo'lasiz? Onlayn darslarga qatnashish uchun Telegramga biz sizni umumiy guruhga qo'shamiz. Istalgan paytingiz kirib, oldindan tayyorlangan darslarni ko'rasiz. Darslar uchun platformaga dostуп beramiz. Har kun bajarish kerak bo'lgan aniq vazifalar bor va o'shalarni bajarishingiz kerak bo'ladi. O'zi kurs aynan kimlar uchun? Onlayn yoki offlayn holatda ishlayotgan sotuv menejerlari uchun. Sotuvning asosi bitta bo'lgani uchun siz har qanday sohada bo'lsangiz, bu sizga sotuv menejer bo'lsangiz albatta tushadi. Xo'p, sotuv bo'limi rahbarlari, agar siz sotuv bo'limi rahbari bo'lsangiz va o'zingizda sotuvda ozgincha muammolar o'rgatishda yoki ya'ni yengillik olmoqchi bo'lsangiz, bu kursni albatta sotib olib ko'rishingiz kerak. Sotuvchilarni o'stirib, ko'proq siz ham daromad qilishingiz mumkin. Distributsiyada ishlaydiganlar, menda distributsiyada ishlaydiganlar ham o'qishgan va juda yaxshi natija qilishgan. Shuning uchun distributorlar ham o'qigan, foyda bergan. Va siz o'z mijozlaringiz bilan ishlaydigan biznes egasi bo'lsangiz, ya'ni biznes egasi bo'lsangiz, o'zingizdan mijozlar bilan aloqada bo'lsangiz, buni albatta o'rganishingiz kerak. Chunki biznes egasi mijozlar bilan bo'lmasa ham narsa sotib olishingiz bor, qaysidir katta переговорlarga kirasiz. Bu narsani aniq bilishingiz kerak, chunki o'rtada siz nimadir sotasiz. Sotuv va muzokaralar bilan shug'ullanadigan inson bo'lsangiz, o'qishingiz kerak.
va o'z xizmatlarini sotadiganlar. Masalan, deylik, SMMshi yoki shaxsiy brend qilib berasiz, Instagramda nimadir yoki buxgalteriya xizmatlari sotasiz va shu kabi barcha xizmatlar, marketing xizmatlari, qanaqa xizmat sotsangiz, kosmetologiya farqi yo'q. Albatta o'qishingiz kerak. Bunaqalar menda juda ham ko'p o'qishgan. Agar sizga kerak bo'lsa, biz uni kontaktlarini beramiz, so'rab ko'rishingiz mumkin, foydasi bormi yo'qmi. Juda ham katta foyda olishgan. Aniq siz ham o'qishingiz kerak. Qimmat chekka sotishga qiynalayotgan bo'lsangiz ham, ko'pchilik mutaxassislar o'zini xizmatlarini qimmat chek sota olmaydi. Aynan shuni o'qiganingizdan keyin siz bemalol qimmatga sotasiz. Bitta case aytaman, bizda premium pardalar sotadigan bitta bizda o'quvchi bo'lgan, yoshlari kattaroq bo'lgan, ular переговорlarga borishga, B2B sotuvlar qilishga qiynalardi. Aynan shu kursimni o'qib chiqqandan keyin "Men nimaga o'qidingiz bu kursda? Nima foyda bo'ldi oxirida?" deb so'raganimda, u aytgan, "Oldin переговорga borishga qo'rqardim, hozir bemalol borib, bemalol suhbatlashyapman. Даже $3000, $10,000 сделкаlar yopganini ham menga ko'rsatgan. Men bundan juda ham xursand bo'lganman." O'shaning uchun siz ham qimmatroqqa sotmoqchi bo'lsangiz, albatta o'qishingiz kerak. Endi asosiy qismi tariflar bilan tanishtiraman. Xo'p, bizda 3 xil tarif bor. Hozirgi produktimizda, Sotuv 2.0 produktida bu mustaqil tarif. Mustaqil tarifda o'sha boyaga aytib o'tgan 3 ta model hammasi bo'ladi va undan tashqari shu checklist qo'llanmalarga ega bo'lasiz. Telegram kanalga qo'shilasiz. Telegram kanal bu qanaqa? U yerda men community qilganman. Community qanaqa desangiz, menda o'qiganlarning hammasi o'sha communityga qo'shiladi. U yerda men har haftalik vaqtlar bo'lgan paytda jonli efirlar qilib turaman. Ko'proq daromad qilish, nimadir yangilik o'rgansam, ulashib turaman va sizni savollaringizga ham javob berib turaman. Ya'ni qanaqadir jarayonlarda qiynalsangiz, o'sha yerda bemalol men bilan kontaktda bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Va undan tashqari darsga sizga 3 oylik dostуп beriladi. Mustaqil tarif bor. Bu yerda faqat shu platformaga sizga 1 yilga dostуп beriladi. Ichidagi narsalar bir xil bo'ladi, prosta dostуп miqdori ko'proq bo'ladi. Ya'ni siz men qayta ko'rib turaman desangiz, bu tarifni olishni men tavsiya qilaman, chunki sotuv shunaqa jarayon, sotuvda sizni formangiz bo'ladi, xuddi sportchiga o'xshab. Doimiy sotuv takrorlab turmasangiz, formadan chiqib ketasiz. O'shaning uchun men o'zim ham ustozimning darslari bo'ladi, o'sha darslarni sotuvda ishlagan paytim doim qaytarib turaman va hozir ham даже o'zimning darslarimni qayta ko'rib turaman. Formadan chiqib ketmaslik uchun. Bitta darsni, bitta kursni 9 marta ko'rib chiqqanman 8 oyda. Tasavvur qilyapsizmi? 20 soatlik darsni har oyda bir martadan ko'rardim. Xuddi shunda sotuvlaringiz zo'r bo'ladi. 3-chi tarif bizda korporativ. Bu o'zini sotuvchilarni o'qitmoqchi bo'lgan tadbirkorlar, bo'lim rahbarlari uchun korporativ tarifda nima bo'ladi? Xuddi o'sha darsliklar o'qitiladi, faqat mentor nazorati ostida. Mentor ham bu kamida 5 tadan 10 tagacha sotuv bo'limlaridagi sotuvchilarni o'qitgan, o'zi 10 tagacha sotuv bo'limini qurgan tajribali mentor bo'ladi. U siz bilan ishlaydi, sotuvchilaringizni audit qilib beradi, darslarni ko'rishini ta'minlaydi. Undan tashqari ularning savollariga javob beradi. Siz umumiy guruhdan tashqari alohida siz uchun sotuvchilaringiz uchun guruh ochiladi. U yerda to'laqonli ular bilan ishlanadi 1 oy davomida. Bu tarifda o'qigan juda ham ko'p biznesmenlar bor. Siz agar ularning ma'lumotlarini bilmoqchi bo'lsangiz, biz sizga kontaktlarini ham beramiz. Bemalol so'rashingiz mumkin, foyda bo'ldimi yo'qmi. Bitta oddiy aytaman, qurilish mollari sotish bilan shug'ullanadigan Chinozdagi bitta akamizning do'konida sotuvchilarni o'qitishni boshlaganmiz va u yerda 3-darsni o'zida savdolari oldin 3 million, 4 million bo'lar edi, birdaniga 20 million ko'tarilgan. Bilasizmi nimani hisobiga? O'sha darsni boshidagi shunchaki tasdiqlash va mijozga savol berish, to'g'ri salomlashish texnikalarini o'rganish o'zida shuncha ko'tarilib ketgan. Chunki hammamiz bilamiz, do'konlarga kirsangiz ko'pchilik muomalasi yo'q, to'g'ri muomala qilmaydi, to'g'ri so'rashni ham bilmaydi, to'g'ri kutolmaydi ham sizni. Ya'ni gaplaringizga javob ham bermaydi, to'g'ri sizni tasdiqlamaydi. Tushundim, keling, marhamat, shu kabi so'zlar ham yo'q. Aynan shu so'zlarni qo'llab turishi o'zida o'sgan va undan keyingi darslarda yana ham o'sishgan. Bunaqa keyslar juda ham ko'p. Katta biznesmenlar bizda o'qishgan. 7, 8, 10 ta, 20 tagacha sotuvchilarni o'qitishgan. O'shalarni bemalol ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda 5 tagacha sotuvchingizga dostуп beriladi, ya'ni 5 tagacha sotuvchingiz o'qiydi. Biza sotuvni, muzokarani, hamma narsani o'rgandik, lekin bizga instrument ham kerak, ya'ni AmoCRM instrument kerak, to'g'rimi? AmoCRM haqida ham gaplashdik. AmoCRMni bu dars ichida men bermayman. Lekin buni siz olishingiz mumkin. Qanaqa olasiz? Tushuntiraman hozir. Videoni shu joygacha ko'rganlar uchun men hozir sizga
kalit so'z beraman. Kalit so'z bu top sales. Kalit so'zi. Siz top sales promo kodi bilan bizaga murojaat qilsangiz va shu kursni sotib olib turib top sales promo kodi bilan bizaga murojaat qilsangiz, Amo CRM bilan samarali ishlash onlayn darsligini 4-modul sifatida men sizga bonus qilib qo'shib beraman. Shunda sotuv va Amo CRM o'rgandingiz va siz to'liq professional bo'ldingiz degani. O'zi Amo CRM darsida nimalar bo'ladi? Amo CRM haqida umumiy tushuncha bo'ladi. Amo CRM etaplari bilan ishlash va Amo CRMdagi mijozlar bazasi bilan ishlashdagi eng muhim texnikalarni o'rgataman. Ya'ni u yerda Amo CRM o'zi nima, qanaqa ishlash kerak, qanaqa ishlasa to'g'ri bo'ladi, hammasini lifehacklar hammasini men sizga o'rgataman. Shunaqa lifehacklar bor bizda. Mijoz ko'tarish foizini 20-30% gacha oshiradigan. Mijozlar bilan bir vaqtda o'zida ishlab turib, bir kunda 50 ta odam bilan qanaqa ishlash kerak, qanaqa ishda tezroq ishlasa bo'ladi. Juda ko'p texnikalar bor. Aynan shu darslikda men sizga sovg'a qilaman. Shunda rostdan ham aniq professionalga aylanasiz. Demak, buni olish uchun siz kursga yozilayotganda shunchaki sotuvchiga men shu dars oxirigacha ko'rganman, o'sha yerda Ulug'bek aka yoki Ulug'bek uka menga top sales promo kodini bergan, shu promo kod bilan Amo CRM darsini olsa bo'ladi degan desangiz bo'ldi, biz sizga shuni qo'shib beramiz. Endi bu kursda o'qishingizni eng asosiy sababini men sizga tushuntiraman. Qarang. Xo'p, statistika bor. Statistika bo'yicha sotuvni professional biladigan va sotuvni professional o'rganmagan sotuvchini farqi bor. Men sizga hozir uni foizlarini tushuntiraman. Sotuvni professional bilmagan sotuvchi asabiylashishi bor. Ya'ni u har 10 tadan 2 ta mijozda o'zini asabiy his qiladi. Chunki u sotuvni bilmaganligi uchun, qanaqa mijoz bilan gaplash kerak, qanaqa e'tirozdan aytish, qanaqa u bilan prezentatsiya qilish kerak bilmaganligi uchun 83% vaqti asabiylash bilan o'tar ekan. Undan tashqari nima deyishni bilmaydi. Nimadan keyin nima deyishni bilmaydi va buning natijasida u mijozlardan 10 tadan 3 tasini yopa oladi, 7 tasi shunchaki havoga uchib ketadi. Yana keyingisi bitim tuzishga tayyorligi 32% tayyor bo'lar ekan sotuvni bilmagan odam. Bu degani 10 tadan 3 ta odamni yopa oladi degani. Muvaffaqiyatsizlikda mijozni ayblash. O'zi sotuv texnikalarini bilmagandan keyin, e'tirozlar bilan to'g'ri ishlamagandan keyin doim mijozlarni ayblaysiz. Ya'ni mijoz o'zi yaxshi emas, puli yo'q edi, qimmat deb chiqib ketdi, boshqa joyga aylanaman dedi. Buni bilmaganlik hisobiga muvaffaqiyatsizlik ehtimolingiz 80% ga chiqar ekan. Bu statistika. Va keyingi motivatsiya, ya'ni bitta mijoz bilan to'g'ri gaplasha olmadingiz, shuni hisobiga motivatsiyangiz ham tushib ketar ekan. Ya'ni 34% motivatsiya bilan keyingi mijoz bilan ishlashni boshlar ekansiz. Hozir agar siz sotuv professional bilmasangiz yoki professional bilmasdan ishga kiradigan bo'lsangiz, mana shu narsalar sizni kutib turibdi. Shu narsalar sizga kerakmi? Lekin buni yechimi bor. Aynan sotuvni professional o'rgangan sotuvchida qanaqa bo'ladi? Sotuv skriptlari mavjud va sotuvni professional biladigan odamda asabiylashish foizi 13% ekan. Bu degani 10 ta mijozdan bittasida asabiylashsangiz, 9 tasida asabiylashmaysiz. Ya'ni chunki siz nima qilishni aniq bilasiz degani. Yana undan tashqari nima deyishni aniq bilishingiz 90% bo'lar ekan. Ya'ni har 10 tadan 9 ta odam bilan bemalol gaplasha olasiz degani. Bemalol gaplasha oldingiz degani konversiyangiz kattaroq bo'ladi. Endi 10 tadan 2 taga emas, 10 tadan 7-8 taga sotish ehtimolingiz bor degani. Bitim tuzishga tayyorlik 71% bo'lar ekan. Sotuv texnikalari hamma narsani to'liq bilganligingiz uchun bitim yopishga 71% tayyor bo'lar ekansiz. Muvaffaqiyatsizlikka mijozni ayblash 20%, 18% ni tashkil qilar ekan. Bu degani har 10 tadan 8 ta odamda mijozni ayblamaysiz, 2 tasini balki ayblashingiz mumkin tushunmaganingiz uchun. Lekin bu degani 18% ayblash, ya'ni 80% bilib turasiz degani. 80% muvaffaqiyatli bo'lasiz degani. Keyingisiga motivatsiya 76% holatda sizda saqlanib qoladi. Bu ham statistika, ya'ni har 10 tadan 8 ta odamdan keyin sizda motivatsiya yana 5 shunday bo'ladi. Ya'ni to'la bo'ladi, chunki siz nima qilishni bilgansiz, hamma narsani to'g'ri qilasiz, yaxshiroq qilasiz. Endi o'ylab ko'ring, solishtiring. Agar deylik 50 ta mijoz bilan gaplashsa, birinchi holatda professional sotuvchilik bilmagan odam foizlarda hisoblasak 13 taga sotishi mumkin ekan. Ikkinchi holatda 3 baravar ko'proq tasavvur qilyapsizmi? Ya'ni 50 tadan 41 ta odamga sotishi mumkin ekan. Qancha daromad qilasiz tasavvur qilyapsizmi? 50 ta odam sizga
deylik 500 ming so'mdan daromad olib kelsa ham yoki deylik mayli keling 100 dollardan daromad olib kelyapti sizga. 50 ta odamni 13 tasiga sotsangiz siz qancha daromad qilasiz? 1300 dollar daromad qilasiz. 41 tasiga sotsangiz-chi 4100. 3 barobar ko'proq daromad qilishingiz mumkin siz sotuvchi shunchaki professional o'rganganingiz hisobiga. Shuning uchun agar siz sotuvchi bo'lsangiz yoki endi boshlayotgan bo'lsangiz, kirayotganingizda ishga doim professionallikni o'rganib keyin kiring, meni maslahatim. Yoki hozir ishlayotgan bo'lsangiz va hali professional bo'lmasangiz, ya'ni birinchi portretdagi odam bo'lsangiz, professional bo'ling va konversiyangizni 3x ga oshirib, daromadingizni hozir 3x ga oshiring. Hozir 5 million topasizmi? Uni tezroq 15 million qiling yoki 10 million topasizmi? Tezroq 20 million qiling yoki 30 million qiling. Yoki siz biznes egasi bo'lsangiz va sotuvchilaringizni daromadini oshirmoqchi bo'lsangiz, bu degani biznesingizni, o'zingiz daromadingizni 3x ga oshirmoqchi bo'lsangiz, sotuvchilaringizni professional qilib, hoziroq ularni professional qilish uchun shu kursga yozilishingiz kerak. Endi tanlov o'zingizdan. Xohlasangiz noprofessional bo'lib shu holatda qoling, 50 tadan 13 ta mijozga soting yoki professional bo'ling, 50 tadan 41 ta mijozga soting. Buni statistika ko'rsatyapti. Buni men aytmayapman, faqat tanlov o'zingizda, o'zingizga qoldiramiz. Nima uchun kursda o'qishingiz kerakligini mana shu statistika bilan men sizga ko'rsatib beraman. Biznesda daromad qilishda doim sonlar gapiradi. Xo'p, demak, men sizga bu kursni qanaqa olishingiz mumkinligini ketma-ketligini tushuntiraman. Birinchi qadam shu video tagida link yoki kommentariyada link bo'ladi. O'sha link ustiga bosasiz, sizda sayt ochiladi. Saytda barcha ma'lumotlar bor. Ma'lumotlar bilan tanishib, otsiflar bilan tanishasiz o'tdi va raqamlaringizni, ma'lumotlaringizni qoldirasiz, ro'yxatdan o'tasiz. Ro'yxatdan o'tganingizdan keyin sotuvchilar siz bilan bog'lanib, batafsil ma'lumot berib, sizga o'sha boyagi men bergan Top Sales promo kodi bilan Amosrm dastigini ham modulini sizga qo'shib beradi va bu videoni boshida sizga va'da qilgan 0 dan 20 milliongacha chiqish tayyor shablonini shu videoni oxirida ro'yxatdan o'tib bo'lganingizdan keyin sizda bitta stranitsa ochiladi. U yerda shablonni olish tugmasi turibdi. Shuni ustiga bossangiz, sizni biz Telegram kanaliga yo'naltiramiz va Telegram kanalda bu tayyor yuklangan holatda bor. Sizga va'da qilgan bonusni o'sha yerdan olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, menimcha qadamlarni, hamma narsani barchasini tushuntirdim. Bu yog'i harakat qilish, qaror qabul qilish va o'zingizni hayotingizni yaxshilash bu sizning qo'lingizda. Video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. Menga obuna bo'ling. Darslarda siz bilan ko'rishguncha, undan tashqari men o'zimni ijtimoiy tarmoqlarimda sizga juda ham ko'p foydali ma'lumotlar berib boraman. Instagram, YouTube va Telegramga qo'shilib oling. U yerda yana bepul shunaqa foydali narsalarni ko'rishingiz mumkin. Siz bilan Ulug'bek Mirzaqobilov bo'ldi. Rahmat.